Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Ayyor bilan sodda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir ayyor bilan sodda bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni ular safar qilmoq uchun yo'lga chiqishibdi. Yo'lda ketayotib bir xumcha oltin topib olishibdi. Oltinni ikkovi bo'lib olmoqchi bo'lishibdi. Biroq ayyor soddaga oltinlarni berishni xohlamabdi-da, soddani aldash yo'liga tushibdi. Ayyor soddaga shunday debdi: agar biz oltinlarni shaharga olib kirsak, kishilar bilib qolib, oltinlarni tortib olishadi. Yaxshisi ularni ko'maylik-da, kerak vaqtida oz-ozdan olib sarflaylik. Shunda sodda bunga ko'nibdi. Oltinni ko'mishibdilar. Kunlar o'tib, soddaga oltin kerak bo'lib qolibdi. Buni ayyorga kelib aytgan ekan, ayyor menga ham kerak edi, debdi. Shunda ikkovi birga oltin ko'milgan joyga borib qarasalar, ko'milgan oltin yo'qmish. Ayyor oltinni o'zi o'g'irlab berkitib qo'ygan ekan, lekin shunga qaramasdan soddaga tuhmat qilibdi. Shundan so'ng ikkovi qozi oldiga borishibdi. Butun voqeani qoziga aytib berishibdi. Qozi ayyorning gapiga ishonmabdi. Biz oltinni daraxt ostiga ko'mganmiz. Ishonmasangiz, o'sha daraxt guvohlik beradi, debdi ayyor. Lekin uyga kelib, qari otasiga siz guvoh bo'lasiz, debdi. Otasi unga unamabdi. Ayyor otasiga yalinib yurib, oxiri uni ichi po'kak daraxt ichiga kirgizib qo'yibdi. Sodda qozini yetaklab daraxt tagiga boribdi. Shunda qozi so'rasa, daraxt ichidan oltinlarni qo'ygan odam olib ketgan degan ovoz kelibdi. Shunda qozi bu daraxt ichida shayton borga o'xshaydi deb daraxt tagiga o't qo'yibdi. O't yoqilgach, daraxt ichidagi chol dod solibdi. Meni qutqaringlar, meni o'g'lim majbur qilgan deb baqiribdi. O'tni o'chirishibdi. Cholni olib qarasalar, u o'lib qolgan ekan. Qozi soddaga oltinlarning hammasini beribdi. Shunday qilib, ayyorlik bilan oltinni olaman degan ochko'z ayyor o'z otasidan ham, oltinlaridan ham ayrilib qolgan ekan.